Fik. Bugun arta kutib olishga borish kerak edi. Biza tezroq bormasak bo'lmaydi. Bo'ldi, hozir boryapman. Art qachon keladi? Shu hozir yarim soatlarda keladimi? Men hozir boraman. Meni vokzalda kutib tur. Bolalar, yaxshimisizlar? Va nihoyat men Sankt-Peterburgdan ishlab qaytib keldim. Sizlarni sog'inib ketdim juda ham. Fil qani? U negadir qorangizda yo yashnab o'tiribdimi? Fil bugun kela olmas ekan, ishi chiqib qoldi, juda ham katta. Boshqa shaharga ketdi Fil. Bugun kela olmas ekan, ertaga qaytib keladi shahardan, albatta ko'rishamiz. Bu narsani qanday qilsam bo'lar ekan? Qanaqadir chiqindidan notebook nur taratdi va bu sehrgarlikmi bilmadim. Bu haqiqiy o'zi notebookmi? Qanday qilib buni o'xshatsam bo'ladi? Xo'sh, nima bu o'zi? Hoy bolalar, qaranglar, Enveldi notebookimi? Nima? Uni tezroq olmasak bo'lmaydi. Bu o'zi qayerdan keldi? Bu o'zi chiqindida nima qilyapti? Nima? Bu odamga qanday notebook tushib qoldi qo'liga? Hoy, unga teginma. Tezroq qo'lingga ol, bu xavfli narsa. Tezroq qochinglar, u o'yinga tortib ketyapti. Qochinglar tezroq. Nima? Qanaqa o'yin? Biz qayerga tushib qoldik? Biz yana o'yindamizmi? Nima bo'lyapti o'zi? Kira, Vik. Nima? Yana o'yindamiz. Hozir qahramon tanlamasak bu yerdan chiqib keta olmaymiz. Tezroq qahramon tanlab chiqib ketish kerak. Nima? Qanaqa qahramon sizlar? Nima haqida gapiryapsizlar? Bu notebook nima o'zi sehr bilan qilinganmi? Men tushunmadim. Nimalar bo'lyapti? Bizlar qayoqqa tushib qoldik?